Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun mana kunimiz juda ham antiqa tashxisli qizimizdan boshlandi. Bor yo'g'i yosh qizimizda bittagina antral follikul qolgan. Shuni ham bugun hozir 17-kuni, уже bu bir kun avvalgisi bugun yana 2 mm qo'shdilar. Qizimizda follikul o'syapti, rivojlanyapti va shu follikuldan ham umidimiz bor. Hozir onajonlarga savol berdim. Homila paytida biron bir kasalliklar o'tkazdingizmi? Chunki aynan tuxum hujayralarga beruvchi javob va rivojlanish davri 20 haftagacha. Agar homila paytida onajonlar 20 haftagacha ko'p kasal bo'lgan bo'lsangiz, qorningizda bolajoningiz qiz bola bo'lsa, bu qiz bolada tuxum hujayrani soni kam bo'lib qolishi mumkin. O'zingizga e'tiborli bo'linglar, shamollashlar vaqtida davolanglar, qon kamliklarni davolanglar. O'shanda bolajoningiz dunyoga sog'lom keladi. Iloyim bu qizimizda ham yaxshi natija bo'lib homilador bo'lasizlar.